Tahlilchi sizlar. Bugun 2021 yil 2 ayning 14 kuni yakshanba vatandosh yuqorida ko'rib o'tdik. Boshdan kelaylik. Biz oldingi kunlarda sizlarga leksiya so'zladik. BBC Angliya dedikki, u Tuvan palata o'tirib qo'ygan taklif yoki ovozga qo'ygan qonun loyiha, soda qonun loyihasiga Uyg'uristonda erkek qirg'inchilik qilyotdi Jungo hukumati deganga muvofiq holda aslidagi soda qonun loyihasida irqiy qirg'inchilik qilgan davlatlar bilan soda munosabatini tiklash jarayonida nima qilish kerak yoki soda qilish yoki soda qilmaslik to'g'risida bir modda 2020-yilning oxirida dedik, diqqat vatandosh. Shundaqmi? 1-oyning bu yil 1-oyning 19-kuni sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo nim dedi? Irqiy qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyat bekitildi. Vassalam e'lon qilindi. Lekin Angliyaning Tuvan palata buni ovoz qo'ygan vaqtida Boris Johnson Angliyaning vaziri to'xtab turinglar degandek yoki qisman holda rad qildi deyli. Endi biz qaytib kelaylik bugun 7 davlat yig'ini. Ya'ni maslashtirish yig'ini ochilib bo'ldi. 7 davlat yig'iniga riyosatchilik qildi, sohib ham bo'ldi Angliya oldimizdagi 6-oyda. Endi siz mushunga diqqat qiling, shungacha bo'lgan oraliqda, ya'ni 4 oy vaqtma, shungacha bo'lgan oraliqda Angliya Tuvan palata buni yana qayta ovozga qo'yib, g'alaba qilamdi qandaq irqiy qirg'inchilik. Mushuna ovozga qo'yib g'alaba qilamdi qandaq. Lekin salmoqliq bir taraf nada? Angliya parlamenti nima deb qo'ydi o'tirib, biz bundan keyin soda qildigan davlatlar bilan u davlatlar irqiy qirg'inchilik qildimi, qilmadimi hisoblashimiz kerak. Yaxshisi undaq davlatlar bilan soda qilmasligimiz kerak degan bir moddani soda qonuniga kirgizdi degan gap bu ajoyib gap vatandosh. Bo'libmi Angliyada davlat uchun aytganda ajoyib gap vatandosh. Hozir Angliyaning oldida Shangang masalasi, Hong Kong, Uyg'uriston irqiy qirg'inchilik masalasi, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi Xitoy degan masala. Üçüncüsü, yoqimliq virus. Bu qatam Angliya bak azob tatdi bu kasal o'zgardi. Dedik ku, Angliyada kasalning xarakteri emas, qurilmasi, tarkibi, yoqimliq virusning tarkibi o'zgarib ketib, buning uchun Angliya bak azar tatdi. Hozir 3 masala. Bu 3 masala Jungoning oldiga qo'yilgan masala. Jungoga munosabatlik bu 3 masala Angliya, Buyuk Britaniyaning oldiga qo'yilgan masala. Şuna 6 devlet yığını Angliya sahip halkını açıldı. 10 demokratik devletin teşkilatı kuruldu. Baş nemi değildi. 10 demokratik devlet teşkilatı bilen Jungo'ya takabül duruş dedi. Men hazırlıkçı belki isimden çıkıp ketken yaka dikkat kılmagan değil mi? 7 devlet güroyu açılıvatkan yığında hazırlıkçı kişilik hukuk degen söz oturga koyulgan mı koyulmagan mı mening isimde kalmaptı. Keçirinli vatandaşlar sizler eslep yakınlar. Lekin bugün köydük bu katem 7 devlet güroyunun yığını yukarıdayızlıkla yığını da kişilik hukuk meselesi muhakeme kılındı. Değildi yukarı haberde. Endi bu muhokama qilishning darajasi qanday sizga bizga noma'lum. Biroq ishlatadigan so'z iboralarini o'qidingizmi? Maslashtirish yig'inida ishlatadigan so'z iboralarini muhokama qilgan gap. Ya'ni birlashma bayonotga va yoki axborotga ishlatadigan so'z iboralarini muhokama qilgan gap. Kishilik huquq. Hamda muhimi hozir Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Aksaray'a kirgili bugün kaç 20 gün nisası bugün 14 28 gün baptı. Şimdi ama 10 gün 14 28 gün baptı vatandaş. 28 gün içinde Jungo doğrusu ne mi dedi? Bire stratejilik özünü tutuveleş dedi. Onun deyin keyince reaksiyeleşken Nayte eğir degenden biz bunu şu reaksiyeleşken rekabetçilik münasebeti, rekabetleşiş münasebeti Jungo bilen dedi. Onun deyin ki 11. günü nimedi Reis Xi Jinping'le görüş bulup 11. gün dedi ki Jungo bizden tamak kaçımızı çakmakçı buluvatıdı dedi.
Bunun eğerlik derecesi örlep geldi. Andın tekrarlanan bir söz, torbette tayyorlangan ve torbette muhokeme kılınan bir söz, biz Cungo bilen bolgan munosabatimizda demokratik devletler bilen ittifaqlaşımız, özümüzün ittifaqdaşları ve şeriklerimiz bilen birleşip durup Cungo'ga taqabul turumuz. Bugün Angliya nemiş qilmoqchi 7 devlet yig'inida 10 devlet demokratik ittifaq kurup teşkillab Cungo'ga taqabul turmoqchi. Onun içindeki en ağır sözde ben 5-6 cümlenin ahırısıya koyup verdim sizge vatandaşım. Neme dedim? Amerika'nın vekili dedi ki bu qatam qat'iy ve keskin hareket qo'llanish Cungo'ga qat'iy ve keskin hareket qo'llanish to'g'risida taklif berdi deydi. Xudodan tilaymiz bu qatamqi 7 davlat yig'iniga Amerika Qo'shma Shtatlarining mushu talabi shu bo'yicha kirsa. Endi siz hozir men sizga aytib berdim, Prezident Joe Bidenning Cungo to'g'risida siyosati 28 kun ichida, masalan, davlat ishlar kotibi Antony Blinken maxsus Uyg'ur va irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyatni elib, biz avval hukumatning bu siyosatini davomlashtiramiz dedi. Bugungi vaziyat mana shunday kaptikal vatandoshim oldirab sizlarga elib chiqdi. Men leksiyani davomini so'zlamoqchi edim. Men buningda sal hayajonlandim, meni kechiringlar vatandoshlar. Endi sizlar qanday o'ylaysizlar, bu tamom o'zingizlarning ixtiyori. Endi oxirgi nuqta qarang, men ta'kidladim. Oxirgi nuqta nima deyildi? Cungo, yuqumliq virusning dastlabki mezgilidagi kasallar tarixi va shuningga oid delov paketini topshirishni rad qildi. Bunun erişli 13. gün tungi shanba kunda demilish kunida Aqsaroyning davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan nim dedi, derhal topshirishing kerak. Çünkü biz virusning manbini aniqlab tushunch hosil qilishimiz lozim. Oldimizda kelayotgan o'zgarib tarkibi qismini o'zgartib kelayotgan virusning o'zgarish shakliga taqobil turishimiz kerak. Siz ko'rib bilan hurmatli vatandosh, hozir bir yuqumliq virus masalasida Cungo bir Amerikalik qila emas, bir Amerikaga emas, butun dunyo bilan qarshilashyapti. Yuqumliq virus masalasida butun dunyo bilan qarshilashyapti. Shunlashqa bu qatam Angliya sahib qolgan echiladigan 7 davlat va 10 davlat ittifoqi şeriklik münasebeti ve birleşip Cungo'ga qarshi turishning zarurligini hozirgi zaman, hozirgi ahvol, hozirgi reallik, yuqumliq virusning realligi, kishilik huquq realligi bugun bu 7 davlatning oldiga rasmiy kun tartibga qo'ydi. Hurmatli vatandoshim, biz Allohdan bu 7 davlatga madad tilaymiz. Siz bizning qo'limizdan keladigan ish shu, hurmatli vatandosh.